issiqda bosh aylanishi, holsizlik sizni bezovta qilyaptimi? Sizda beradigan quyidagi 5 ta tavsiyamiz sizlar uchun kerakli bo'ladi. Birinchi navbatda issiq vaqtida yetarli miqdorda suv ichish kerak bo'ladi. Tana vaznining 1 kilogrammiga 40 millilitr atrofida suv ichish kerak bo'ladi. Ikkinchisi, issiq eng ko'p bo'ladigan radiatsiya bo'ladigan vaqti soat 12 dan soat 4 ga qadar vaqt bo'ladi. Mumkin qadar shu vaqtlarda ko'chaga zarurat bo'lmasa chiqmaslik kerakligi tavsiya qilib aytiladi. Undan keyin organizmda suvsizlantiradigan oziq-ovqatlar, bu achchiq, qovurilgan, yog'li narsalarni ko'proq iste'mol qilish ham bu sizni chanqashingizga sabab bo'ladi va qoningizni quyuqlashtirib, sizda behollik, bosh og'rig'i, ish quvvatining pasayishiga sabab bo'ladi. Keyingi tavsiyalardan biri tuzli va notabiiy bo'lgan ichimliklarni ichmaslik kerak bo'ladi. Fanta, kola tarkibidagi har xil shirinliklar saqlovchi ichimliklar hujayra jarayonida suvsizlanishga olib keladi. Bu bilan hech qanaqa chanqog'ingiz qolmaydi va aksincha ta'sir qiladi. Sog'lig'ingizga befarq bo'lmang. Agar biron bir savollar tug'iladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin.